Tamam. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar xalqim, mana bu mana turlar oltin 4 ta 9lik ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu yoqqa ham bu yoqqa ham. Yana bittalar sal ko'rsataman. Mana bu oq oltin. Ko'rayotgan sal buni yuvganim yo'q, yuvish kerak buni. Chiqqani oq oltin bu. Ko'ra xuddi serebrga o'xshaydi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Hali yuvilgan yo'q bu, endi yuviladi. Xudo xohlasa. Mana bankamda boyagi solgan, mana motor chiqqan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, ana bu motori yopishib qoladi. Tilloni eritayotgan payt yopishib qoladi bu. Ko'ryapsizmi? Shuning uchun motorni olib taxlanadi. Mana qaranglar, yana bir narsaga e'tibor bering. Men hozir ko'rsataman. Magnitga, ana tangalarni. Agar magnitga yopishganlar bo'lmaydi, mana qarang, ketdi. Olamman. Qarang, yopishdi. Ko'rdinglarmi? Magnitga. Buni alohida qo'yamiz. Ana endi yana ko'ramiz. Mana qarang. Mana yana ketdi. Qaysi magnit yopishdi, o'shanga qarab ko'ramiz. Mana. Hozir to'g'labmi? Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana. Hozir. Mana bu ham oldi. Magnit. Mana buning sababi o'rtasi temir. Mana buni. Mana hozir olganim magnitga. Mana. Buncha olmayapti-da, ana bo'ladi. Endi bunisini. Mana. Ko'rdinglarmi? Mana bu bilmayman nimaniki bo'lsa, endi bu Rossiyada o'raya bo'lgan. Bu menimcha shu vayanniniki bo'lsa kerak-yu. Mana hozir shuni ham azorini qo'yapman, mana yopishmayapti. Endi bunisini ham, mana buni ko'ring. Mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Buni provatini oldik. Endi bu tangalarimiz mana rossiyskiy 10 rubl. Bunda hech narsa yo'q. Mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Rossiyskiy rubl. Mana endi mana agral chiqqan tangalar. Rossiyskiy rubl ham bu yerga bilmayman qayerdiki bu, mana. Bu qayerdiki bo'lsa ham. Turkiyami bu?